Hi winners, hozir biz yana bir chalg'ituvchi datam savolini tahlil qilamiz. Demak, ketdik. Cristiano Ronaldo scored bo'sh joy beautiful goals that even Juventus fans applauded him. Variantlar so, such, to, rather. Avvalo nima uchun bu savol chalg'ituvchi ekanligini ko'radigan bo'lsak, bu yerda to'rttala so'z ham tarjima jihatdan juda degan ma'noni beradi va abituriyentlarni anchani chalg'itib qo'yishi mumkin. Xo'p, bunda qanaqa bajarish kerak? Buni bajarish uchun avvalo biz formulalarni bilishimiz kerak. Birinchi navbatda such va rather so'zlari da formula quyidagicha: such, rather, undan keyin an, undan keyin adjective, undan keyin noun. So bilan today esa avval adjective, undan keyin noun artikellar va undan keyin birlikdagi ot keladi. Biz gapga qaraydigan bo'lsak, demak bo'sh joyimizdan keyin to'g'ridan-to'g'ri sifat kelyapti, undan keyin artikel va ot kelyapti. Demak bu yerda such va rather javoblari noto'g'ri hisoblanadi. Endi a va s javoblari qoldi. Ular ikkalasi ham formulaga mos. Endi to'g'ri javobni topish uchun biz ma'noga qarashimiz kerak. To so'zi asosan salbiy ma'noni, salbiy fikrni beradi va me'yordan ortiqchalikni bildiradi. Shu uchun to so'zini mana shu gapga qo'yish ma'noni biroz buzib qo'yadi. Demak, to'g'ri javobimiz a, so javobi bo'ladi. Shu kabi chuqur tahlillarni o'rganish uchun blogimga obuna bo'ling.